O'zbekiston sentyabr oyida dunyodagi yagona oltin sotuvchi mamlakat bo'ldi. Markaziy bank bir oy davomida 4 tonna oltin sotdi. Yillik ko'rsatkich bo'yicha esa sotuvlar 21 tonnani tashkil etdi. Bu haqda Jahon oltin kengashi hisobotida ma'lum qilindi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va ochiq manbalarning ma'lumotlariga ko'ra, sentyabr oyida markaziy banklar tomonidan sof oltin xaridi 39 tonnani tashkil etdi. Bu 2025-yildagi eng yuqori oylik ko'rsatkichdir. Jami 43 tonna bebaho metal xarid qilindi. Eng yirik xaridor Braziliya Markaziy banki bo'lib, u 15 tonna oltin sotib oldi. Uchtalikka Qozog'iston 8 tonna va Gvatemala 5 tonna markaziy banklari kirdi. Rossiya, Turkiya, Chexiya, Xitoy va Gana ham kichik hajmlarda oltin xarid qildi. Yagona oltin sotuvchisi O'zbekiston Markaziy banki bo'lib, u 4 tonna oltin sotdi. Yillik hisobda mamlakat Singapur va Rossiyani ortda qoldirib, 21 tonna bilan dunyodagi eng yirik qimmatbaho metal sotuvchisi maqomini saqlab qolmoqda.